Bilasiz, zakot islom arkonining biri hisoblanadi. Islom arkoni 5 ta bo'lsa, birinchisi iymon, ikkinchisi namoz, uchinchisi zakot, to'rtinchisi ro'za, beshinchisi haj bo'ladigan bo'lsa, o'shalardan uchinchisi bu zakot bermoqlikdir. Zakot hijriy yilning 2-sanasida farz bo'ldi. Mo'min musulmonlar mollarning 4dan 1 qismini chiqarmoqliklari, ya'ni zakot chiqarmoqliklari mo'min musulmonlarga farz bo'ldi. Zakot bu lug'atda o'sish, poklash, ziyoda bo'lish va baraka degan ma'nolarni anglatadi. Islohiy ma'nosi esa zakot bu muayyan moldan muayyan shaxslarga berishlikni zakot deb aytiladi. Zakot Qur'oni Karimning 32 o'rnida Alloh subhanahu va taolo zikr etdi. Zakot beringlar dedi. Demak 32 o'rnida zakotni zikr qilinishi bu zakotni qanchalik ahamiyatli ekanligini, qanchalik afzal ekanligini, qanchalik buyuk ibodat ekanligini bildiradi. Va shu bilan birga 28 o'rnida esa zakot namoz bilan birga kelganligi ma'lumdir. Demak, zakot bilan namozning 28 o'rnida zikr qilinishligi ikkalasi bir-biriga qanchalik bog'liq ekanligini bildiradi. Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, qolallohu taala va aqimus solata va atuz zakata va ati'ur rasula la'allakum turhamun. Namozingizni o'qing, zakotingizni bering, rasulga itoat qiling, shoyatki rahim qilinsangizlar deb Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karim Nur surasida marhamat etdi.